Qozog'istonning Olmaota shahridagi Quddus Xo'jamyorov nomidagi Davlatlik Uyg'ur muzikalik komediya teatri qurilganligining 90-yilligi, Mahmud Qashqari Turk tilli divani nomli asarning yozilganligining 950-yilligi munosabati bilan dramaturg Akram Ahmadovning Mahmud Qashqari nomli asarini 24-aprel Turkiya poytaxti Anqarada qo'ydi. Türk dünyasının meşhur alimi Mahmud Qashqari ve Qaraxoniylar davlatining tarixini bayon qilingan sahna asri tomoshabinlarning zo'r olqishiga erishdi. Mazkur Uyg'ur teatr umiki Turksoy, ya'ni xalqarалық Turk millatlar kultur tashkiloti bilan Qozog'istonning Anqarada turishliq elchixonasining taklifi bilan Turkiyaga kelgan bo'lib, teatrni Anqaradagi har qaysi idora jamiyat mas'ullari, universitetlarning o'qituvchi-o'quvchilari va Anqaradagi Uyg'urlardan bo'lib ko'p sondagi kishi ko'rdi. Amerika Davlat Majlisi a'zolari Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga taqobil turishini kuchaytirish uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining javobgarligini surishtirish va jazolash qonun loyihasi tuzib chiqqan. Bu qonun loyihasi Amerika Avam Palata a'zosi Chris Sims va Avam Palata a'zosi Tom So'zi tarafidan tanishtirilgan bo'lib, ular o'z navbatida yana Amerika Davlat Majlisida qurilgan Uyg'ur guruhining birlashma raislaridir. Xalqaro adliya sudi Nikaraguaning Germaniyaning Isroiliyadagi harbiy va boshqa yordamlarini to'xtatishni va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining G'azzadagi yordam o'rniga mablag'ni qaytarishni talab qilgan arzini rad qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yuqori sud mahkamasi birga qarshi 15 bilet bilan bu talabni rad qilgan bo'lib, bu xil buyruqni chiqarishning qonuniy shartlarining hozirlanmaganligini aytgan. Egilinishcha, sud bu deloni butunlay rad qilmay turib, Germaniyani G'azzadagi irqiy qirg'inchilikning oldini ololmadi deb ayblagan Nikaraguaning arzining asosi to'g'risidagi ikki tarafning talash tortishlarini davomli anglaydi. Buningga bir qancha oy vaqt ketadi. Rossiyadan mablag' yutkash bilan ayblangan Gagauz avtonom rayonining raisi Gutsul Moldovadagi sud mahkamasida sotlanishga boshlagan. Egilinishcha, Rossiyani qo'llaydigan bir partiya mablag' yutkash bilan ayblangan Gagauz avtonom rayonining raisi Yevgeniy Gutsul Moldovada sudga chiqqan. Ayblanuvchilarning so'ziga qaraganda 2019-yildan 2022-yilgacha bo'lgan aralıqda Gutsul Moldovada aldamchilik jinoyati bilan ayblangan savdogar e'lon sho'r qurgan Rossiyani qo'g'daydigan sho'r partiyasini mablag' bilan ta'minlash uchun doklad qilinmagan mablag'ni yutkashga rol o'ynagan. Angliya qonunsiz ko'chmanlarning Rwandada surgun qilinishiga ruxsat qilingan talash tortishlik qonunni ma'qullab, bir haftadan keyin tunji panohliq tilaguvchini bu Sharqiy Afrika davlatiga evatgan. Doiralarning bildirishicha, tunji chegaradan qo'g'lab chiqarish, ixtiyoriy chegaradan qo'g'lab chiqarish guruhi doirasida elib berilgan. Bosh ministr Rishi Sunak boshchiligidagi hukumat qonunsiz ko'chmanlarni bartaraf qilishni oldingi o'ringa qo'ygan bo'lib, bu orqali yil oxirida o'tkazilmoqchi bo'lgan cho'ng saylovdan ilgari asosliq o'qituvchi ishchilar partiyasiga qarshi o'zining obrazini yaxshilamoqchi bo'lgan. New York soqchi idorasi alayda qismlari New Yorkdagi Kolumbiya universiteti maktab rayoniga yetib kelib, tarixiy Hamilton zalida Falastinni qo'llash namoyishini davomlashtirgan o'quvchilarni qo'lga oldi. Bir mezgil ilgari Kolumbiya universitetida o'quvchilar tarafidan qurilgan G'azza ittifoqlik lageri soqchi qismlarning aralashishi bilan tarqoqlashtirildi.